Onkologiyadan ko'p so'rashgan, hujayra metodikasi orqali onkologik kasalliklarni davolasa bo'ladi. Hujayra darajasida davolash metodikasining onkologik kasalliklar, allergik kasalliklar, lor a'zolari, sistemli ximiyoterapiya, tugunli buqoqlarda, autoimmun tiroiditlarda, toksik buqoqlarda, allergik kasalliklarda, qon bosimi surunkali oshgan artrit artrozlarda butun organizm hujayralardan tashkil topgan. Qalqon osmon bezida tirotsitlar, jigarda gepatitlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hujayra darajasida davolash metodikasining onkologik kasalliklar, allergik kasalliklar, lor a'zolari, endokrin tizim kasalliklari, qon aylanish tizimi, butun 14 ta tizim kasalliklarida qanaqa samara berishini hamda bu davolash metodikasi traditsion davolash metodikasini o'rnini bosadimi degan ko'p savollar bo'lgan. Shuni bir qisqacha YouTube formatda javob berishni lozim deb topdik. O'zi biz bilamiz, butun organizm hujayralardan tashkil topgan. Bu bo'lishi mumkin o'sha qalqon osmon bezida tirotsitlar yoki bo'lmasa jigarda gepatitlar, buyrakda nefrotsitlar o'ziga xos diferensirovka, o'ziga xos vazifa bilan butun organizmda funksiya bajarib turadi. Endi bizda surunkali yallig'lanishlar bo'lishi mumkin, turli xil mineralli yetishmovchilik bo'lishi mumkin, vitamin yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatda normadagi hujayralarni bu yerda hujayralar deydigan bo'lsak, bu yerda mikrokapillyarlar, limfa drenajlar, xo'sh, limfa drenajlar amalga oshadi. Ya'ni hujayralar o'zining modda almashinuv mahsulotini, o'zining chiqargan gormonlarini bevosita o'sha mikrokapillyarlarga chiqarib, bu yerdan qon tomiriga tushib faoliyat bo'ladi. Endi chiqargan mahsulotlar hujayralar aro bo'shliq interstitsiya suyuq bo'ladi, suyuqlikda joylashadi. Bular bevosita hujayralar aro bo'shliq limfa qon tomirlariga tushadi. Limfa periferiyadan markazga harakatlanadi. Qon esa arterial qon yurakdan o'tadi. Aorta arteriyalar orqali tarqaladi. Bu esa limfa esa nabarot. Hujayralar aro bo'shlig'idan chiqib, yana qaytib ductus thoracic orqali vena qon tomirlariga tushadi. Ya'ni shu jarayonda biz nima demoqchimiz? Bizning metodika aynan hujayra darajasida davolash deymiz. Nega buni biz aytyapmiz? Chunki yallig'lanish, vitaminlar yetishmovchiligi, stress, tashqi ta'sirlar natijasida bu normal kartina buziladi. Yani bu yerda limfa qon tomirlari, limfa drenaj, mikrokapillyarlar, arteriolalar, kichik qon tomirlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda harakat bo'ladi. Diffuziya hujayra aro membranasi orqali modda almashinuvi bo'lib turadi. Har bitta membranada biz bilamiz, natriy kaliy atifaza bor, repolyarizatsiya, depolarizatsiya, natriy kaliy atifazalar bor. Ya'ni bu mikroskopik modda almashinuv hujayra orqali va muhit bo'ladi. Microenvironment deydi buni. Buni qay darajada muhimligini men keyingi nimalarda o'zini ko'rsatamiz. Endi bo'lyapti, tashqi ta'sirlar natijasida bu hujayralar aro bo'shliq yopiladi. Nega? Chunki tashqi ta'sirlar natijasida membrana o'tkazuvchanligi buziladi va ortiqcha natriy hujayraning ichiga kiradi. Natijada hujayraning ichida intersitsiyadagi suyuqlik hujayraning ichiga kirgandan keyin hujayralar shishadi va orasidagi bo'shliq yopilyapti. Endi bu kartinani qaraymiz va bu kartinani qaraymiz. Ikki xil muhit, sog'lom va kasallangan, yallig'langan holat. Bu yerda ma'lum bir darajada mikrosirkulyatsiya buziladi, limfa drenaj buziladi, modda almashinuv mahsulotlar buziladi. Bir so'z bilan aytganda microenvironment, muhit buziladi shu sohada. Chunki yetarlicha limfa drenaj, mikrosirkulyatsiya bo'lmayapti. Xo'p, hujayra darajasida davolashda biz nima qilamiz? Aynan mana shu yallig'langan, yopishgan, shishgan hujayralarni bu yoqqa o'tkazish bilan ishlaymiz. Hujayra darajasida davolash deganda mana shu. Endi bu kasalliklarning boshlanishi hujayradagi mikroenvironment, hujayralar aro bo'shliqdagi muhitning buzilishi, bu o'z navbatda bevosita hujayradagi protoplazmaning ichidagi ifloslanishga sabab bo'ladi. Bu esa
uni ichida ham subkletik elementlar, ribosomalar bor, yadrolar bor, DNKning o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi traditsion davolashda bizda klinikamizga onkologik bemorlar ham kelishadi. Hujayra darajasida davolashda butunlay ximiyadan voz kechamizmi deyishsa yo'q. Ximiya preparatlar, target preparatlar, immunoterapiya ham traditsion qilamiz. Qo'shimcha hujayra darajasida davolashni tavsiya qilamiz. Shunda mana bu mikroenvironment, muhit tozalanadi. Natijada bevosita T-killerlar, immun tizimi ham qayta shakllanadi. Natijada rak kasalliklar, onkologik kasalliklar ham davolash samaradorligi bir necha barobar oshadi. Shu sababli bu bo'lishi mumkin nafaqat onkologik kasalliklarda, endokrin tizim kasalliklarida, allergik kasalliklarda, buyrak tizim kasalliklarida, glomerulonefritlarda, artritlarda, jumladan 14 ta tizim kasalliklarida bu metodika samarali shu sababli ishlaydi. Ya'ni traditsion davolni 30-40% dan bir necha barobargacha yaxshilashga yordam beradi. Endi bu muhitning buzilishi birinchi navbatda o'sha barcha kasalliklardan aytdik. Yosh o'tgan sari bu narsa hozir kichkina, masalan 30 ta 40 ta hujayra darajasida men ko'rsatyapman, lekin bu organizmda bo'lishi mumkin surunkali holatlar. 50 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin nega ko'pincha davriyana qon bosimi oshadi? Chunki bu milliardlab hujayralar aro bo'shliq yopilgandan keyin bu yerdagi intersissiyadagi suyuqlik yana qaytib mikrokapillyarlarga tushadi, arteriola, venularga tushib, otseka, общий сиркулирующий кровный давлениyaning oshishiga sabab bo'ladi. Bir nechta kurs, 3 ta 4 ta kurs olgandan so'ng bizda qalqon suv bez kasalligi bilan keladi, allergiya bilan keladi, boshqa kasalliklar bilan keladi, lekin yondosh arterial gipertenziyasi ham bor. 3 ta 4 ta kursdan so'ng davleniya ham oshmay qoldi deyishadi. Chunki biz mana buni ochamiz bevosita. Ochilgandan keyin ortiqcha suyuqlik yana mikrokapillyarlar, arteriol orqali intersissiyaga tushadi. Chunki bu yerda suyuqlik bo'ladi. Hujayralar bilan intersissiya aynan diffuziya yo'li bilan harakat qilib turadi. Shu sababli hujayra darajasida davolash bevosita barcha tizim kasalliklarini davolashga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hujayra darajasidagi davolash bu bir nechta tizim kasalliklarini davolash samaradorligini 30-40% dan bir necha barobargacha oshirishga yordam beradi. Chunki milliardlab hujayralardagi bu intersissiyaning ochilishi limfa drenajini, mikrosirkulyatsiyani va bu o'z navbatda organizmning o'zini o'zi tiklash qobiliyatini oshiradi. Shu sababli biza qiladigan metodika onkologiyadan ko'p so'rashgan, hujayra metodikasi orqali onkologik kasalliklarni davolasa bo'ladimi deganda, biz albatta davolasak bo'ladi. Faqat qo'shimcha shu protokol bo'yicha, xalqaro protokol bo'yicha, международный o'zimizda O'zbekistondagi protokollar bo'yicha qo'llaymiz. Kerak bo'lsa sistemli ximiyoterapiya, target ximiyoterapiya, immunoterapiya, immunogistoximiya analizlariga qarab ularni qo'llaymiz va qo'shimcha hujayra darajasidagi davo orqali limfa drenajni yaxshilaydi, limfa tozalanadi. Bu o'z navbatida hujayralar aro bo'shliqdagi suyuqlik tozalanadi va mana bu yerdagi mikroenvironment, mikro muhit tozalanadi. Ekologik har bitta hujayraning atrofidagi muhit tozalanadi. Bu albatta onkologik bemorlarda ham juda samarali yordam ko'rsatadi. Qolaversa natijalarimiz bu tugunli buqoqlarda, autoimmun tiroiditlarda, toksik buqoqlarda, allergik kasalliklarda, qon bosimi surunkali oshgan, nefrologik bemorlarda, glomerulonefritlarda, artrit artrozlarda ham bu metodika juda samarali hisoblanadi. Shu sababli qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu metodika O'zbekistondagi davolash protokol va xalqaro protokollar bilan birgalikda limfa suyuqligini tozalash bilan birgalikda qo'llaniladi. Shu sababli birini biri zaminat qilmaydi, to'ldiradi desak to'g'riroq bo'ladi. Bizning Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda allergik kasalliklarni, lor a'zolar kasalliklarini, endokrin tizim kasalliklarini, terapevt kasalliklarini, onkologik bemorlarni hamda ginekologik bemorlarimizni muvaffaqiyatli davolayapmiz. Bemorlarimizning natijalari haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda link qoldiramiz. Unga o'tib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda ham yoki yaqinlaringizda ham shunga o'xshash kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa va uzoq yillardan buyon siz kutgan natijani ola olmayotgan bo'lsangiz,
bemalol bizning Ejek Medical ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qiling. Mutaxassislarimiz bilan birgalikda yordam ko'rsatamiz. Bizning klinikamizning manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-uyda joylashgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha